17 минута, 31 секунда первого раунда. В данном поединке зафиксирован TKO. Победу техническим нокаутом одержал Рахманатович, Кыргызстан, Белек Айтикулова. Belek Aytikulova. Tabriklaymiz. Munosib g'alaba Belek Aytikulova yaxshi darajada namoyish etdi. Tezkor g'alaba qayd etdi. Qirg'izistonlik sportchilar ham mana va qarang, oyog'idan jarohat bor ekan Mohirda. Qaysi holatda bu jarohat yoki eski jarohat menimcha Qarang, shishib qolgan oyog'i. Bizga yaqin ko'rinyapti-da, chap oyog'i. chap oyoq bilan menimcha tirsakka zarba berib yuborildi bu yerda. Haykiklar holatida hozir mana takroriy vaziyatlarda ko'rishimiz mumkin. Agar ko'rsatishsa yaxshi bo'lardi bu vaziyatni. Jarohatni hozir yaqindan ko'rdim va Davron aka, bu tirsakka berilgan zarba yoki tizzani qattiq qismiga berilgan holatdan kelib chiqadi bunaqa zarbalar. Va shu holatda haqiqatan jarohat olish mumkin. Suyagiga qattiq tekkan. To'g'ridan to'g'ri,